Menga IELTS kerak, SAT kerak, extracurricular activity portfoliyomda ustida ishlayman. Taxminiy balimni bildim, keyin topshirdim. Endi savol bevosita ingliz tilini ishlatishni talab qiladi. Ya'ni aynancha amaliyot o'taganman. O'zbek tilida ilmiy jurnal chop etganmiz. Taxminan 50,000 atrofida umumiy ish yozganman. 50,000 so'z atrofida. Universitetga undan chiroyli tarzda yetkazib berish kerak. Bu yozishlarga chaqirishganda juda xursand bo'lganman. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun NYU Abu Dhabi, ya'ni New York Universitetining Abu Dhabidagi kampusidan ijozli grant yutgan Murod aka Aslamovdan intervyu olamiz. Suhbat davomida juda foydali va kerakli ma'lumotlar olasiz degan umiddamiz. Aka, marhamat, sizga ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum, Murodjon, taklif uchun rahmat. Ismim Murod Aslamov. Samarqand shahridanman. 9-sinfgacha Samarqand shahrida o'qiganman. Keyingi oxirgi maktabning 2 yilni Toshkentda xususiy maktabda o'qib tugatganman maktabni. Shu xudo xolasa kelajakda robotlar yasab faoliyat olib bormoqchiman. Qisqacha shu o'zim haqimda. Tushunarli. Bugungi suhbatimizda sizni mana shu universitetgacha bo'lgan yo'lingizni, mana shu yo'lda qanaqa xatolar qildingiz, qanaqa xulosalar chiqardingiz, shular haqida gaplashamiz. Va albatta har qanday maqsad yoki xohishni paydo bo'lishida kimdir turtki bo'ladi yoki qanaqadir voqea turtki bo'lishi mumkin. Aynan sizni chet elda o'qish, chet el universitetida o'qish bo'lgan qiziqishlar kim turtki bergan sizga? Hop, o'zi birinchi navbatda 7-sinfligimda ingliz tilini o'qishni boshlaganman, lekin Westminsterga o'qishga kiraman deb maqsad qo'yganman, lekin bilmaganman bu yerda qanaqa sohalar bor, qaysi sohani o'zim o'qiyman, o'zim nimalarga qiziqaman, bilmaganman. Lekin shu ingliz tilini boshlaganman, Westminsterga o'qiyman deb, matematikani ham yaxshi o'qiganman. Shu IELTS olib, SAT olib, paytlar hali SAT uncha mashhur emas edi, lekin 7-sinfligimda SAT haqida akamdan eshitganman. SAT, IELTS olib University of South Floridaga o'qishga borganlar Amerikaga. Keyin shu menga katta turtki bo'lgan. Keyin men ham qiziqishni boshlaganman, o'sha yerga boraman, chet elda o'qiyman deb. Lekin hali ma'lumotga ega bo'lmaganman. Keyinchalik shu o'qishni davom ettirganmiz, lekin faqat maqsad bo'lgan, lekin qanday qilish kerak, buni bilmaganman. Keyinchalik Osmondagi bolalar degan podkast bor. Unda Cambridge International School'ni asoschisi hozir Umidjon Ishmuhammedov intervyularni ko'rganman. O'sha intervyularda birinchi qanaqa bo'ladi, chet el universitetlariga topshirish qiyinchiliklari, o'zi nimalar kerak, shular haqida birinchi bor o'shanda o'rganganman. Umidjon Ishmuhammedovni intervyularida. Demak, asosiy turtkini akangizdan olgan ekansiz. Xohish bor, maqsad bor va endi harakat qilish kerak. Va harakatni nimadan boshladingiz? Xo'p, endi birinchi harakatni mana o'zimizga tushunish uchun men o'sha paytda bilganman, menga IELTS kerak, SAT kerak va portfolio kerak menga. Ya'ni extracurricular activities, darsdan tashqari mashg'ulotlar kerak, har xil natijalar kerak, loyihalar kerak, shuni bilganman. Va birinchi navbatda IELTS bilan SAT'ni o'qishni o'zimga maqsad qilib qo'yganman. 9-sinfda IELTS olganman. Keyin SAT'ga tayyorlanishni ham boshlaganman. Undan keyin maqsadim, men o'ylaganmanki, agar Toshkentga kelsam, bu yerda shunaqa o'zimga o'xshagan chet el universitetlariga o'qiyman degan bolalar, juda ham aqlli bolalar yig'iladi deb, shunaqa o'zimga maqsad qo'yganman. Ya'ni Toshkentga kelaman va Toshkentga kelib extracurricular activity portfoliyomda ustida ishlayman deb maqsad qo'yganman. Toshkentga keldik. Xuddi shunaqa, muhit. Chunki muhit haqida gapiradigan bo'lsak, masalan, menda ham ko'p tanishlarim bor, o'sha top universitetlarga kirganda. Ya'ni men ularni top universitetga kirgandan oldin tanirdim. Bundan nima demoqchiman? Agar o'sha surishtirsangiz,
har bitta top universitetga kirgan boshqa top universitetda o'qiydigan boshqa odam bo'lib chiqadi. Ya'ni shunaqa nima bo'ladi? Bog'liqlik topsa bo'lib universitetga kirgan o'quvchilar orasida. Aha, tushunarli. Demak, Ya'ni ular boshidan shunaqa. Tushunarli. Sizni SAT ballingiz adashmasdan 1550 va IELTSdan 8,5 ball qo'lga kiritgansiz. Bu rostdan ham ancha yuqori natija hisoblanadi. Keyin mana shu haqida gaplashaylik. Bularga IELTSga qanaqa tayyorlandingiz? SATga qanaqa tayyorlandingiz? Jarayon qanday ketdi? Shular haqida. Xo'p, IELTS haqida gapirishni tugatib o'xshaganman. Bunda 7,5 olganman. Bunda shu hamma qatori o'sha o'quv markaziga borib qatnab tayyorlanganman. Bunda ya'ni oddiy tayyorgarlik bo'lgan, lekin ikkinchisi 8,5 olganim. Bunisi qiziq desak bo'ladi, chunki men 7,5 dan keyin 8,5 gacha men o'zi ikkinchisini ham balandni baland qilaman deb olmagandim-da. Birinchisini ana tugagandida, yaroqli muddat tugagandi, 2 yil o'tgandi-da. Shunga universitetga topshirish uchun yana bir marta IELTS olishim kerak edi. Shunga oldim men. Aynan IELTSda bunda reading, listening, yoki speaking, listening qilmadim. Nima qildim? Bir oy o'tganda bittagina full reading qildim, bitta full listening qildim. 2-3ta speaking mock qildim. Keyin bittadan writing yozdim, task 2ga. Va taxminiy ballimni bildim, keyin topshirdim. Endi savol paydo bo'lishi mumkin, qanday qilib bo'lmasa 2 yil davomida oshdi. Javobi oddiy. Har qanday shu top universitetlarga kirgan bo'lani ko'rsangiz, ular ingliz tili nafaqat IELTS va SAT da ular uchun. Ular loyihalarni ingliz tilida qiladi. Ular juda ham qiyin kitoblar o'qiydi. Yoki aynan mana shu universitet tayyorgarlik jarayonida insho yozish bor. U juda ham katta mavzu. U haqida keyinroq gaplashsak bo'ladi, insholar haqida. Lekin aynan shu insholarga tayyorgarlik qilganim, umuman o'zi universitetlarga topshirishga tayyorgarlik qilganim bevosita ingliz tilini ishlatishni talab qiladi. Aynan shu ingliz tilimni oshirdi-da meni. IELTSdan shu SATdan 4 marta topshirganman. Birinchisi 1410 chiqqan. Unda 10-sinf edim. Keyingilari o'sha 1500 dan baland chiqqan. Shunchaki yanada balandroq qilish uchun topshiraverganman-da 3-4-sini. SATdan 1550 ball olish uchun qanday shug'ullandingiz? Unga ham kursga chiqamsiz? Xo'p, SATdan birinchi onlayn kurs o'qiganman. Onlayn o'qituvchilarim o'qiganman. Ya'ni baribir o'qituvchi kerak. Xo'p, SATda ikkita qism bor. SAT English va SAT Math. SAT Math'dan 800 olganman, 800. Buning uchun maktab programmasi 9-sinfni bilsa bo'ldi. Matematikani. SAT English'dan esa SAT English sizni grammatika va reading qobiliyatlaringizni tekshiradi. Buning uchun grammatikani yaxshi bilish kerak, ko'p kitob o'qish kerak va ko'p so'z bilish kerak. Bo'ldi. Va ko'p mashq qilish kerak, praktik qilish kerak. Aynan o'sha SATga tayyorlanayotgan ko'p o'quvchilar asosan o'sha reading va writing qismidan ko'p qiynalishadi. Bu albatta IELTS writing va reading qaraganda ancha qiyinroq hisoblanadi. Ularga qanaqa maslahat bera olardingiz? Xo'p, SATdan ko'pchilik readingga qiynaladi. Readingga nega qiynaladi? Chunki bir narsa bor, comprehension degan narsa bor. Comprehension bu masalan, bir tekstni o'qib, qay tarzda yozilgan, u yerdagi yozuvchi nimalarni inobatga olib yozgan uni. Shunaqa narsalarni bilish kerak. Buning uchun esa ko'proq kitob o'qigan bo'lish kerak. Maslahat, eng asosiy maslahat bu ko'p beriladigan maslahat. Ko'p qiyin kitoblarni o'qish kerak.
va ko'p so'z yo'llash kerak. Shu. Ha, tushunarli. Va yuqorida aytib o'tdingiz, universitetga topshirish uchun SAT, IELTS va albatta portfolio ham kerak, ya'ni extracurricular activities va qanaqadir yutuqlar bo'lishi mumkin. Sizda qanaqa activity'lar bo'lgan yoki yutuqlaringiz bo'lgan? Shular haqida gap bera olasizmi? Xo'p, yaxshi savol. Bitta narsani ajratib olishimiz kerak. Portfolio ikki qismga bo'linadi. Bittasi extracurricular activity, sizni darsdan tashqari mashg'ulotlaringiz va honors. Honors bu sizning yutuqlaringiz. Ya'ni u qanaqadir bir martalik olimpiada, bir martalik musobaqaga borib qatnashgan bo'lishingiz mumkin va unda yutgan bo'lishingiz mumkin. Bu extracurricular esa ko'p vaqt davomida qilib borasiz. Ikkalasi ham bir xil muhim. Menda eng qizig'i meni Achilles tovonim deb bo'ladi. Honors menda umuman bo'lmagan. Menda yutuqlar ya'ni yutuqlar bo'lgan, lekin nima desam bo'ladi? O'zbekiston darajasida yoki xalqaro darajada hech qanaqa yutuqlarim bo'lmagan. Va ko'pchilikda bu narsa shunaqa bo'lishi mumkin. Holat bo'lishi mumkin va men ko'p top universitetga kirgan studentlarni bilaman, ularda ham xuddi holat shunaqa. Ya'ni sizda bironta yutuq bor yo'q degani siz kira olmaysiz degani emas. Endi extracurricular activity'ga kelsak, extracurricular activity bu ham katta mavzu. Xo'p, meniki aytib o'tganimdek, men soham muhandislik bo'lgani uchun ko'proq shu muhandislik, ilm fanga bog'liq extracurricular qilganman. Masalan, bittasi robototexnikadan men dars berganman, ya'ni o'zimni programmamni yaratib, o'zim dastur yasab, maktab o'quvchilariga bepul dars berganman. Bu birinchisi. Xo'p, ikkinchisi amaliyot o'taganman. Ya'ni Inter Engineering degan qurilish kompaniyasi, o'sha qurilish kompaniyasida amaliyot o'taganman. Qurilish bo'yicha. Keyin Samarqandda bir ilmiy laboratoriya bor, yadroviy laboratoriya. O'sha laboratoriyada ham amaliyot o'tganman, ya'ni ikkita amaliyot o'tganman. Ikkinchi amaliyot o'tkazganmiz kvant fizikasi bo'yicha. Xo'p, shular. Keyin uchinchisi maktabda birinchi o'sha maktablar orasida birinchi o'zbek tilida ilmiy jurnal chop etganmiz. Bu maktablar orasida birinchisi bo'lgan. O'zbek tilida ilmiy jurnal. Beshinchisi mem yasash. Masalan, hazillar. O'sha mem yasash, chunki mem yasash bilan shug'ullanganman. Masalan, do'stlar bilan o'zaro gruppalarda yasab chop etganmizda. Shular asosiy extracurricular activity'larim. Demak, sizni activity'laringizda e'tibor berish kerak bo'lgan joy bu amaliyotlar deb o'ylayman, chunki ba'zi bir o'quvchilarga amaliyot qilish bu qiyindek tuyuladi, chunki kompaniya topish kerak, ular bilan bog'lanish kerak, o'zingizni darajangiz ularga mos kelishini isbotlab berishingiz kerak. Mana shu narsalar bilan sal to'liqroq ma'lumot bera olasizmi? Xo'p, amaliyot o'tashda eng asosiy narsa bu qiziqish. Ya'ni men ilmiy laboratoriyada ham, qurilish kompaniyasida ham ularni oldiga borishdan oldin men yaxshilab qurilish haqida, kvant fizikasi haqida o'rganib borganman. Va ularga qanaqa odamlar kerak? Ularga qiziqadigan, intiluvchan bolalar kerak. Masalan, men o'rganimda yadroviy laboratoriyaga shu amaliyot o'tashga keldim, maktab o'quvchisiman deganda ular hayron qolishgan. Ular aytishganki, yo'q, maktab o'quvchilari hozir kvant fizikasiga qiziqadimi, ilm fanga qiziqadimi, bizni o'zi qayerdan topding degan savollar bergan. Chunki u yerda biz qilgan ishlar, masalan, biz amaliyotda qilgan ishlarni yadro fizikasida sohasida o'qiydigan talabalar 3-kursida qiladi. 3-yilda qiladi. Ana shu qiziqish ko'rsatish bu birinchisi deb o'ylayman. Eng kerakli narsa bu shunchaki qiziqish ko'rsatish. Masalan, oddiy masalan yon atrofda bironta teatr bormi, bironta galereya bormi, rasmlar ko'rgazmasi. Shunchaki o'sha yerga chiqib ko'rish mumkin.
yoki masalan, bilmadim, restoranmi masalan, shashlikxonami, osh pishiradigan joymi, u yerga borib masalan oshpaz bilan yoki e, o'sha oshpaz bilan gaplashib ko'rib, ovqat pishirish haqida yoki masalan e, ko'p ko'ramiz ko'chalarda tashqarida moshin yasaydigan moshinlarni ta'mirlaydigan joylar bor. Masalan shu yerdagi mutaxassislar bilan gaplashib, qiziqish bildirib, e, savollar so'rab, agar iloji bo'lsa sizni oldingizda yursam, ishingizni o'rgansam deb taklif bilan chiqsa zo'r bo'ladi. Ya'ni initiative deydi inglizchasi, ya'ni e, o'zida bo'lishi kerakda. O'sha o'quvchi qiziqishi bo'lishi kerak. Demak, o'quvchining o'ziga bog'liq narsa. Yana bir savol tug'iladi. Ko'proq shunaqa, ha. Mana shu o'tagan amaliyotlaringizni o'sha universitet uchun qanday isbotlab berish mumkin? Ya'ni admission officer qanday bilib oladi, siz rostdan ham shu ishni qilganmisiz yoki qilmaganmisiz? Xo'p, bu ham juda zo'r savol, chunki ko'pchilik aynan shu joyda tushunmovchilikka ega. Ko'pchilik o'ylaydiki, mana sertifikat bo'lishi kerak, sertifikat topshiriladi va ular shu orqali bilishadi deb o'ylashadi. Yo'q, bu xato. Ular hech qanaqa sertifikat, hech qanaqa isbot so'rashmaydi. Chunki siz portfoliongizni masalan qanday ko'rsatasiz ularga degan savol bor. Agar sertifikat orqali bo'lmasa, javobi essaylar orqali, ya'ni inshoolaringiz orqali. Insholarda shunchaki men mana bu joyda yoki bu joyda amaliyot o'taganman, men mana bu loyihani qilganman, men mana bu narsada tadqiqot qilganman deb aytmaysiz. Bunaqa hamma deb ayta oladi. Masalan, amaliyot davomida nimani o'rgangansiz? Amaliyot davomida qanaqa muammolarni ko'rgansiz? Amaliyot davomida qanaqa muammolarni yechgansiz? Qanaqa qiyinchiliklarga uchragansiz? Ana shu narsalarni insholarda yoritib berish kerak. Endi agar siz amaliyot qilmagan bo'lsangiz, rostdan ham shu narsani qilmagan bo'lsangiz, bunaqa chuqur amaliyot haqida chuqur fikrlay olmaysizda. Ya'ni insholarda o'sha bilinib qoladi. Amaliyot qilganmi yoki har qanday extracurricular activity'ni qilganmi yo'qmi? Ha, tushunarli. Demak, insholar mavzusiga to'xtaldik. Buni chuqurroq o'rganib chiqmasak bo'lmaydi. Aynan universitetga topshirayotganda siz qanday insho yozgansiz? Nimalarga ko'proq e'tibor bergansiz? Qancha vaqt sarflagansiz yoki? Xo'p, to'g'risini aytsam, IELTSdan ham ko'ra, SATdan ham ko'ra eng ko'p energiyam, eng ko'p vaqtim shu insho yozishga ketgan. Chunki o'zi insho yozish qanaqa bo'ladi? Bu 650 ta so'zli insho. Bu insho har bir universitet, siz topshirayotgan har bir universitetga bitta insho boradi. Undan tashqari kichkina inshochalar bor. Har bir universitetning o'zini insho savoli bo'ladi. Ya'ni har bir universitetga alohida yana kichkina insholar yozasiz. Bu degani bitta universitet sizdan kamida 2 ta insho o'qib oladi. Xo'p, aytaylik 650 ta so'z va yana 250 ta so'zli kichkina insho. Umumiy taxminan 900 ta, 1000 ta so'z bitta universitetga boradi. Ko'pchilik o'ylaydi, bu uncha ko'p so'zlar deyish mumkin. Aslida bu kam. Chunki butun hayotingizni, butun qiziqishlaringizni, butun fikrlashingizni 1000 ta so'zga qo'yish aslida qiyin. Odamlar 10 minglab, 100 minglab so'zlar yozadi undan oldin. Ya'ni shunchaki shug'ullanish, insho yozishni nima desa bo'ladi, improve qilish shunda. Shu insho yozish, shaxsan men taxminan 50 ming atrofida umumiy insho yozganman. 50 ming so'z atrofida va undan faqat 1000 tasi applicationga kirgan va universitet o'qigan, faqat 1000 tasini. Bu degani yaxshi essay yozish, yaxshi essayning orqasida juda ham ko'plab o'nlab yomon essaylar turadi. Shuning uchun juda ko'p yozish kerak. Nima haqida yozish kerak desa, hamma narsa haqida yozish kerak. Masalan, siz hozir qanaqa fikrlar o'tyapti xayolingizdan? Shuni ham yozish kerak. Chunki insho bu birinchi navbatda bu fikrlashni ko'rsatib berish. Sizdan masalan biz o'ylaymiz, fikrlaymiz, to'g'ri? Nimalar haqida fikrlaymiz? Masalan, do'stlar haqida. Biz uchun do'st kim? Shu mavzu haqida fikrlaymiz. Lekin buni yozmasak, biz haqiqiy fikrlashni
qilmayotgan bo'lamiz. Ingliz tilida zo'r quote bor. If you think without writing, then you only think you are thinking. Ya'ni o'zbekchasiga, agar siz yozmasdan shunchaki o'ylayotgan bo'lsangiz, demak shunchaki o'ylayman deb o'ylayapsiz. Aslida o'ylamayapsiz hech nimani. Demak, yaxshi o'ylash uchun, chuqur o'ylash uchun, teran o'ylash uchun, teran fikrlash uchun siz albatta yozishingiz kerak. Barcha fikrlaringizni yozib borishingiz kerak. Birinchi, masalan, oddiy mavzu. Men kelajakda kim bo'lmoqchiman? Men masalan muhandis bo'lmoqchimanmi? Xo'p, muhandislik uchun nimalarga e'tibor berishim kerak? Nimalarni qilishim kerak? Agar muhandis bo'lsam, kelajakda nima qilaman? Qanaqa foyda keltiraman? Degan mavzularda masalan insho yozsa bo'ladi. Yoki masalan yakshanba do'stlar bilan toqqa chiqib ketdingiz. Toqqa chiqib keldingiz. O'sha haqida yozsangiz bo'ladi insho. Masalan, do'stlar haqida o'rgandim. Shu safardan keyin. Shu safardan keyin safar qilish haqida yana o'rgandim. Tog'lar haqida o'rgandim. Shunaqa qaydlar qilib, har kuni iloji bo'lsa, kamida 50 so'z, 50 ta so'z yozsangiz kifoya qiladi. Bo'ldi. Ya'ni insho yozish bu fikrlashingizni, hayotiy kechinmalaringizni yozib borish degani. Inshoda ham aynan shuni ko'rsatasiz. Essay yozishda faqat o'zingiz yozganmisiz yoki sizga kimdir yordam bergan? Xo'p, bu yaxshi savol. Chunki shunaqa tendensiya bor. Masalan, ba'zi o'quvchilar o'ziga mentor tanlaydi. Ba'zilar esa o'zi yozishni tanlaydi. Men shaxsan bilganman, men o'zim yoza olmayman. Men uchun chunki men har bir essaylarimni kimdir tekshirib, menga fikrini aytish kerak. Yana men u essayni ko'proq rivojlantirishim, yaxshilashim uchun. Shuning uchun men Levsha degan Asadbek Ismoilov o'shani kursini olganman. Essay program degan. O'sha programmada 1,5 oy o'qiganman. Bunda o'sha essay yozishni o'rganganman. Tushunarli. Murod aka, oriq qaraganda sizni akademik yutuqlar shunchalik yuqoriki, bu natijalar bilan hattoki Garvardga kirish ham mumkin. Lekin siz o'sha qaysi universitetlarga topshirdingiz? NMI Abu Dhabi bilan birgalikda. Xo'p. Meni natijamni eshitgan onalar menga shu gapni ko'p aytishadi. Ya'ni Garvardga kirishim mumkin edi-ku, nega Garvardga topshirmading deyishadi. Ya'ni bu savolning ortida nima yotadi? Masalan, Garvard bu eng zo'r joy va qolgan universitetlar Garvarddan doimo aniq quyi joylashgan. To'g'ri, Garvard juda zo'r universitet. Garvardga qarshi hech qanaqa fikrim yo'q. Lekin shu bilan birga biz bilishimiz kerak, tan olishimiz kerak. Bizda o'quvchilar ko'p, ya'ni top studentlar ko'p, natijalarga erishgan. Shuning uchun Garvard masalan yiliga masalan bu yil 2 ta oldi, to'g'rimi? Yaqin bir 5-10 yilda 10 ta 15 ta kirmasa kerak O'zbekistonda. Bu degani boshqa yaxshi variantlarni ham ko'rish kerak. Men masalan Yale universitetiga topshirganman, undan отказ olganman. Keyin Amerikada Liberal Arts College degan universitetlar kichkina bo'ladi ular. Garvard deganda kichkinaroq bo'ladi Liberal Arts College'lar. Lekin juda ham zo'r. Ularning nima zo'r tarafi shundaki, ular faqat bakalavrga barcha e'tiborni qaratadi. Ularda faqat bakalavr studentlar bor. Magistratura, PhD studentlari yo'q, bu yerda o'qimaydi. Lekin u Liberal Arts College'larni ko'pchilik bilmaydi. Lekin Liberal Arts College'ga kirish taxminan Garvardga kirishchalik juda ham katta yutuq bakalavrda aynan. Va O'zbekistondan Xudoga shukr, mana bu yil Liberal Arts College'larga juda ham ko'plab talabalar kirdi va bu natijadan men hozir xursand bo'lyapman. Chunki masalan bizda bor, nafaqat Amerikada, boshqa davlatlarda ham universitetlar bor. Masalan, NYU Shanghai bor, Duke Kunshan bor, Qatarda Carnegie Mellon University Qatar bor. Lekin ular ham juda ham zo'r universitetlar
Eee, degan savolni ortida juda ham katta tushunmovchilik yotadi-da. Shu tushunmovchilikka nisbatan men javob berishga harakat qildimda. Ya'ni bunaqa yaxshi universitetlar ko'p. Yaxshi variantlar juda ko'p. Hop, lekin yaxshi universitetlar ko'p, to'g'ri. Masalan, Oxford bor, Cambridge bor, lekin ikkinchi bizda faktor bor, bu pul. Ya'ni moliyaviy jihatdan bizni talabalarimiz anavi bo'lishi kerakda. Eplab olish kerak pulni. Masalan, Oxford, Cambridge universitetlari 100% to'liq grant bermaydi. Demak, bizda ikkita narsa kerak. Ham yaxshi o'qish bo'lishi kerak, ikkinchi tomondan 100% grant berish kerak. Va bunaqa ikkala faktorga to'g'ri keladigan universitetlar juda ko'p. Shulardan bittasi NYU Abu Dhabi, New York universiteti Abu Dhabidagi kampusi. O'sha yerga topshirganman, chunki menga o'sha ularning programmasi juda ham yoqqan. Ularda ham muhandislik programmasi bor, ham ular faqat bakalavr studentlariga fokus qiladigan universitet. Bu yerda atigi 2000 ta o'quvchi talaba bor. Garvardda adashmasam 20 mingdan ortiq. Adashmasam. Tushunarli. Siz o'sha NYU Abu Dhabidan 100% grant yutishingizda asosiy faktorlar nima bo'ldi deb o'ylaysiz? O'zi Amerika universitetlarida shunaqa narsa borki, holistic approach degan narsa bor. Holistic approach bu talabani umumiy barcha jihatlarini inobatga olib tekshiradi. Bu degani essaylariga ham, extracurricular activity, portfolio, SAT, IELTS barchasiga e'tibor berishadi ular. Shuning uchun bu savolga javob berish o'zi qiyin. Masalan, men o'ylashim mumkin, masalan, essayim menimcha kirdi, men essayim uchun menimcha kirdim deb o'ylashim mumkin. Lekin aslida ular meni extracurricular activitie'larim yoki recommendation letterlarim uchun qabul qilgan bo'lishi ham mumkin-da. Lekin men o'ylaymanki, shaxsan o'ylaymanki, extracurricular activitie'larim va o'sha extracurricular activitie'larni inshoolarimda zo'r yoritib bera olganim tufayli kirdim deb o'ylayman. Demak, o'sha NYU Abu Dhabi universitetiga topshirdingiz va endi eng qiziq joyi bu universitetning kirgan-kirmaganingizga javobi chiqish payti. O'sha paytda qanday hissiyotlar bo'ldi sizda? Shuni haqida gapirmang. Hop, o'zi menda sal boshqacha bo'ldi. Chunki NYU Abu Dhabida universitetga topshirish jarayonida bitta qiziq anisi bor-da. Boshqa universitetlardan ajralib turadigan bitta qismi bor. Bu yerda sizni javoblar chiqishidan oldin sizni Abu Dhabiga chaqiradi. 3 kunga chaqiradi. Hamma xarajatlar qoplanadi. Otelde qolib qolasiz. Universitet haqida o'rganasiz u yerda. Bu yerda intervyu ham bo'ladi. Sizni tekshirishadi. O'shanga o'zi kirish, ya'ni o'shanga chaqirilish bu qiyin-da. Hamma topshirganlardan 250 kishi taxminan chaqiriladi. 250 kishi chaqiriladi. Endi bu degani, agar sizni chaqirishmasa, o'sha candidate weekend deyiladi. O'sha kuni chaqirishmasa sizni, bu degani siz bilasizki, sizni aniq rad berishadi sizga, rad javobini berishadi. Lekin agar sizni chaqirsa, demak katta ehtimol bilan sizni qabul qilishadi. Shunda menda o'sha qabul xatdan ham ko'ra, meni qabul qilishgandan ham ko'ra, men aniqdan xursand bo'lganman. O'sha Abu Dhabiga chaqirishganda juda xursand bo'lganman. Keyin men kutganman taxmin katta ehtimol bilan qabul qilaman deb, faqat meni grant miqdori qiziqtirgan. Chunki mana bunaqa ishlaydi grant. Grant sizni ehtiyojingizga qarab beriladi. Ehtiyojni qanday biladi desa, o'sha universitetga topshirayotganda siz moliyaviy dokumentlarni to'ldirasiz. Ya'ni ota-onangiz nechta pul topadi, nechta pul xarajat qilasizlar oilaviy. Masalan, Wi-Fi'ga qancha pul to'laysizlar, uyingiz nechta pul turadi, mashinangiz bo'lsa nechta pul turadi. Shunaqa barcha detallarigacha xarajatlaringizni so'raydi. Keyin oxirida savol so'raydi. Agar universitetga kirsang, bir yilda nechta pul to'lay olasan deydi. Endi men o'ylaganmanki, agar men hozir nol yozsam, qanaqadir g'alati tuyuladi, xuddi men hech nima to'lay olmaydigan bo'lib qolaman deb.
O'zi birinchi 5000 kiritmoqchi edim, $5000. Keyin dadam aytdilarki, hammanglar risk qilamiz, shanslarni oshirishi mumkin. Shuning uchun 10 ming yoz deganda. Lekin u 10 mingni biz topolmaymizda, aniq bir yilda. Lekin shu risk qilib topshirganman. Endi o'sha sizni grant miqdoringiz shu taxminan shu siz kiritgan raqamlarga asoslanadi. Ya'ni masalan NY abdominal 1 yillik barcha xarajatlari $86,000. Keyin sizga masalan grant bersa, aytaylik $70,000 grant bersa, sizda sizda qoladigan xarajatlar qoladi. Masalan 16,000 qolishi mumkin. Agar 70,000 bersa, 16,000 qolishi mumkin. Mana o'sha menda qancha xarajat qoladi? Menga shu qiziq edi. Shuning uchun shunday qabul qilganimni ko'rdim. Uncha xursand bo'lmadim, chunki hali ham menga qancha grant berishlari qiziq bo'ldi. Shunda ochib qarasam, mendan atiga $438 so'rashyapti yiliga. Ya'ni men bera olaman degan qiymatimdan ham pastroq so'rashyapti. $438. Eng qizig'i o'sha $438 bir hafta o'tib, men hali ularga hech nima yozmadim. Bir hafta o'tib ular nolga tushirishdi. Ya'ni men hech qanday pul to'lamayman. Aynan shu xabarni ko'rganimda xursand bo'ldim. Endi har bir inson universitetda o'qishdan asosiy katta maqsad bo'ladi. Hammada har xil bo'lishi mumkin maqsad. Sizda bu maqsad qanaqa? Xo'p. Yaxshi savol. O'zi boshida bir 9-10 sinfligimda o'ylaganmanki, hozir chet elda top universitetda o'qisam, katta ehtimol bilan oyligim ham ko'p bo'ladi. Yoki bironta katta kompaniyaga asos solishim mumkin deb o'ylaganman. Va bu normal maqsad. Lekin keyin vaqt o'tib yana o'zimga savol berganman. Hop, mayli. Ko'p pul to'playapman, lekin o'zimga yoqmas masalan. O'zim qilayotgan ish, o'zimga yoqadigan ishni qilmayotgan bo'lsam-chi degan savollar o'tgan. Va menda mana shu maqsad, men o'qishga qanday qarayman, chet eldagi o'qishni. Sizda qanaqadir maqsad bor, ya'ni siz nimagadir qaysidir skill, qaysidir ko'nikmalarga ega bo'lib bo'lishingiz kerak. Siz o'zingiz potensial his qilasiz. Men o'sha potensial menda muhandislik, ya'ni robototexnika, robotlar bilan ishlash. Shu meni orzuyim. Endi bu orzuda men universitetda shunchaki bir vosita deb bilaman. Ya'ni universitetga kirish, top universitetda o'qish bu aslida yutuq emas. To'g'ri. Bunaqa odamlar shunchaki qilgan mehnati uchun hurmat qilinishi kerak yoki olqishlanishi kerak. Lekin aslida bu yutuq emas. Universitet baribir shunchaki vosita sifatida qolaveradi. Sizni qanaqadir maqsadingizga erishish uchun. Shaxsan menda bu maqsad universitetda o'qish davomida universitetdan tashqarida, ya'ni masalan universitetda o'qimasam, boshqa joyda bo'lsam, ko'p narsalardan quruq qolaman. Masalan, bilimlar, ya'ni eng kuchli bilimlar, eng kuchli professorlar bilan ishlay olmayman. Bu birinchisi. Mening maqsadim kuchli professorlar bilan ishlash, kuchli professorlardan ilm olish. Ikkinchisi, ko'p muhandislikda amaliyot juda muhim sanaladi. Amaliyot esa laboratoriyalar kerak, amaliyotga juda ham qimmat vositalar kerakda va bular universitetlarda bor, top universitetlarda. Mendagi maqsad o'qishdan shu. Ya'ni kelajakda o'zimga kerak bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lish. Sizni bosib o'tgan yo'lingiz, universitetgacha bo'lgan qilgan ishlaringizni ko'rib, shu narsani bilish mumkinki, bu o'ziga xos va noodatiy yo'l hisoblanadi. Va o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bo'lgan. Mana shu davr mobaynida yig'gan ko'nikmalaringiz yoki qanaqadir xatolaringizdan chiqargan xulosalaringiz orqali hozirgi o'zbek yoshlariga, ya'ni to'g'rirog'i chet universitetiga topshirmoqchi bo'lgan o'zbek yoshlariga qanday maslahat bera olgan bo'lardingiz? Sababi hozir ham O'zbekistonda yoshlar soni ko'paydi, chetga topshirmoqchi bo'lgan. Zo'r savol. Xo'p. Yaxshi, ya'ni siz juda zo'r aniq qildingiz, aytdingiz.
Bu noodatiy yo'l. Ya'ni har bir e, to'g'risida kirgan talabani yo'lini qarasangiz, bosib kirgan yo'lini qarasangiz, hammasiniki noodatiy, hammasiniki har xil. Bundan qanaqa xulosa olsa bo'ladi desa, bitta aniq formula yo'q. Qadam ba qadam sizni masalan IELTS ingliz tilini bilmaydigandan top universitetga kirish darajagacha hech qanaqa aniq formula yo'q. Ba'zilar ingliz tilini erta boshlagan, ba'zilar kech boshlagan, ba'zilar SAT'ni kech boshlagan, ba'zilar SAT'ni erta boshlagan. Har xil case'lar. Bu degani aniq formula yo'q, lekin umumiy hammada umumiy bitta jihat bor. Xo'p, bu umumiy jihat nima desa, uchta umumiy jihat. Birinchisi bu ko'p o'qish, ko'p bilim olish. Hozir masalan ko'p ingliz tilida o'qiyotgan, matematika o'qiyotgan bolalarni ko'raman. Faqat Instagram ko'radi yoki seriallar, kino ko'radi va asosiy kelayotgan undagi bilim, undagi fikrlar o'sha aynan ushbu manbalardan keladi. Lekin u qanaqadir boshqacha fikrlashga qudrati yetmaydi. Buning uchun nima qilish kerak? Ko'proq kitob o'qish kerak, ko'proq qiyin kitoblar o'qish kerak. Iloji boricha o'zini sohasidagi kitob o'qish kerak. Ko'proq shunaqa aqlli odamlar bilan gaplashish kerak. YouTubedan ko'proq shunaqa ma'rifiy kontent ko'rish kerak. Bu birinchisi, ya'ni faqat doimo bilim olishga shaffof bo'lish kerak. Qanaqa bilim bo'lishini qat'iy nazar. Bilim bu fakt emas. Bilim bu fikrlash. Bilim bu fikrlash bilan teng. Bu qanaqadir faktni bilish bilan teng emas. Xo'p. Ikkinchisi, xo'p, mana bilim olyapti, bir narsaga qiziqadi. Endi o'sha qiziqishlarni amalda qo'llash kerak. Qanaqadir extracurricular activity qilish kerak. Bu qanaqadir raketa davolash shart emas. Oddiy bo'lishi ham mumkin. Va uchinchisi, essay yoza olish kerak. Mana qarang. Sizda bilim bor. Sizda qiziqishlar bor. Siz qanaqadir extracurricular activity qildingiz. Mana bir bilan ikki qilindi. Lekin buni yetkazib bera olish kerak. Universitetga chiroyli tarzda yetkazib bera olish kerak. Bu yozishni talab qiladi. Xo'p, masalan, aytaylik, bironta odam anaga qiziqadi. Aerospace engineeringga aytaylik. Ya'ni raketa qurish, sun'iy yo'ldosh qurishga qiziqadi va masalan, aytaylik, Garvardda shuni o'qimoqchi. O'sha odam nima qilish kerak desa, bu odam yulduzlar haqida kitob o'qish kerak. Quyosh haqida kitob o'qish kerak. Raketalar qanday ishlashi haqida kitob o'qish kerak. Ko'proq video ko'rish kerak. Keyin ko'p qiziqadi, masalan, teleskoplar haqida o'rganadi. Galileo Galilei haqida o'rganadi. Birinchi teleskop yaratgan olim haqida. Keyin o'rganda bilim ko'p, fikrlash juda yuqori darajada sohasida 99% tengdoshlaridan zo'rroq fikrlaydi. O'zi qiziqtirgan mavzusi bo'yicha. Nima qilish mumkin o'sha odam? Qishloqda agar bilsangiz, shahardan ko'ra osmon tiniqroq ko'rinadi, yulduzlar ko'proq ko'rinadi. O'sha yerda masalan o'zi qo'li bola teleskop yasab, yulduz kuzatish klubini ochsa bo'ladi. Masalan, yulduzlar haqida o'qigan-ku. U biladi, qaysi biri katta ayiq, qaysi yulduzlar kichkina ayiqligini biladi. Qaysi o'sha yulduzlarning joylashuvini biladi. Yoki masalan, o'sha yulduzlarning orasida ba'zan sayyoralar ham bordi. Sayyorlar qaysi biri sayyora, qaysi biri yulduz farqli oladi. Va o'shani teleskop orqali o'sha klubida boshqa tengdoshlariga tushuntirib beradi. Ko'rsatadi. Tunda. Shuni qilish mumkin. Ikkinchisi, bironta mahalliy universitetga borib, astronomiya fakultetiga astronomiya fakultetida ishlaydigan professorlar bilan ular bilan suhbat qurib, ularga masalan yordam berish mumkin, amaliyot o'tash mumkin o'sha yerda. Yoki masalan Qashqadaryoda ana bor. O'sha anada teleskop bor. Teleskop, u professional teleskop. Undan rostdan yulduzlarni ko'rsa bo'ladi. Hattoki bitta yulduz o'sha Qashqadaryoda kashf qilingan, topilgan va unga Samarqand nom berishgan. O'sha joyda amaliyot o'tash mumkin. Ya'ni u birinchisi u qiziqish bor va u qiziqishlar haqida o'rgandi, ilm oldi, bilim oldi, fikrlashi oshdi. Ikkinchisi o'sha qiziqishlarni amalda qo'lladi.
Va uchinchisi endi insholarda yozish kerak. Insholarda masalan ko'rsatib berish kerak. Qanaqa qilib qiziq qolganini bu aerospace engineeringga nima qilmoqchi kelajakda aerospace engineering bilan bo'ldi. Shu uch narsani qilsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Shaxsan o'zim shu uch narsani qilganman, lekin bu uch narsani men bilmay taxminan qilganman. Ongli ravishda qilmaganman. Tushunarli. Murod aka, bugungi suhbatimizda shu qadar qimmatli bilimlar berdingizki, buni bilgan biladi. Va bizni asosiy podkast qilishimiz asosiy maqsadimiz ham shu, ya'ni sizga o'xshagan chet el universitetlaridan grant yutgan o'quvchilarning yo'llarini o'rganib, ulardan xulosa chiqarib, yoshlarga yordam berish. Va bugungi podkastimizga tashrifingizdan juda xursand bo'ldik, vaqtingizni ajratganingizdan sizga kattakon rahmat aytib qolamiz. Sizga ham chaqirganingizga rahmat. Yaxshi savollar berdingiz. Savollar zo'r bo'ldi rostdan ham. Tayyorgarlik ko'rganingiz bilindi. Rahmat. Rahmat sizga ham.